Noyabrning oxirgi kunlari Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbos xonim Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim İdris Efendi bilan Gollandiya ziyoratini boshladi. Gollandiya parlament a'zolaridan Stephen Van Barley va Susan Kruger bilan uchrashib, Uyg'urlar masalasi haqida suhbatlar elib bordi. Bu ziyorat asnosida Rushan Abbos xonim Gollandiyadagi qahramon jazo lagerlari shohidi Qalbnur Sidiq xonim, Gollandiya kishilik huquq fondi raisi Ahmadjon Qosimlar bilan birga Gollandiyaning Leiden universitetida nutq so'zlab Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida ma'lumot berdi. Bu faoliyatlar davomida ular yana Gollandiyadagi Uyg'ur siyosiy aktivlaridan Asiya Uyg'ur xonim, Zeyniddin Tursun Efendi, Alrik Abdukim qatorliqlar bilan uchrashib, fikr almashtirdi. Shundaqla Baxtiyor Nasir, Qalbnur Sidiqlarning hamrohligida Gollandiyadagi Yevropa Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyatini ziyorat qilib, jamiyat rahbarlaridan Ubulqosim Hojim, Abdurahmon Hojim, Aysa Qarim qatorliqlar bilan Sharqiy Turkiston masalasi haqida suhbatlar elib bordi. Gollandiya ziyoratidan keyin Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim İdris Efendi Turkiyadagi Uyg'ur jamoat arboblari va tashkilot mansublarining hamrohligida bugungi zamon Uyg'ur tarixidagi mashhur liderlardan biri bo'lgan marhum Aysa Yusuf Aliptekin va marhum jamoat arbobi Abdulhakim Mahsum Efendining Istanbuldagi qabrisini ziyorat qilib, ruhiga duolar o'qidi. Abdulhakim İdris bilan birga Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi Abdurashid Abdulhamid, Aysa Yusuf Aliptekin vaqfi raisi Jahid Tak, Abdujalil Turan, Sharqiy Turkiston vaqfidan Mamatjon Qashqarli qatorliqlar bu qabra ziyoratida birga bo'ldi. Xitoy hokimiyati Uyg'ur millatini o'z yiltizidan ayirib tashlash, Uyg'ur kimligini tamoman ko'zdan yo'qotish uchun Uyg'ur tarixida yashab o'tgan Aysa Yusuf Aliptekinga o'xshash mashhur Uyg'ur liderlarini e'tiborsizlashtirishga urinayotgan bu kunlarda sarxillarimizni yod etish va qadrlash bu millat avlodlarining burchidir. Dekabrning 2-kuni Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbos xonim Stanford universitetida texnologiya, majburiy emgak va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida uyushtirilgan maxsus suhbatga qatnashdi. Suhbatni Stanford universitetidagi Abbosiy islom tadqiqot programmasi, Hoover instituti hamda Stanford inson haqlari va xalqaro adolat markazi birlikda uyushtirgan bo'lib, suhbat texnologiya, majburiy emgak va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan temada o'tkazildi. Rushan Abbos xonim suhbatda Xitoyning nazorat sistemasi, biometrik uchur to'plash, sun'iy aql jasusligi, davlat tarafidan yo'lga qo'yilayotgan Uyg'ur majburiy emgaki qatorliq muhim temalarda muhokama elib bordi.